Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aka-ukalar. Oramizda dehqon podpischiklar bo'lsa, layklarni bosib ayamasdan gumurlatib qo'yingizlar. Biz mana bugun qayerdamiz? O'zimizning 1 gektar handalagimizda. Xo'p, aka-ukalar, nasib bo'lsa handalak ham tiyib qolgan. Mana ko'ryapsizlar. Yaxshigina. Nasib bo'lsa may oylarida handalak pishadi degan umidda o'tiribmiz. Mana handalak ko'ringizlar, baho beringizlar. Bizda faqat handalak, gulkaram, badring, kabachka, brokoli, ana shunday ekinlarni ekkanmiz. Handalakka baho beringizlar. May oyida pishadimi, yo'qmi? Fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Lekin bitta yarimta mana shunday o'layotgani ham bor. Nima sababdan o'layapti? Sababini bilmayapmiz. Ora-oradan deb bitta yarimta o'lib boshlagan. Xo'p, mana ko'ryapsiz. Shutib mana handalak tiyib qolganda, nasib bo'lsa may oyida handalak yeymiz. Inshaalloh. Dehqonning narsasi pul bo'lsin deydi-ku. Nasib bo'lsa mana shunday. Naryoqda ol nima deydi? Bir salafon egilgan handalak bor. Hali ular endi naychalab qolgan. Bu handalak do'gali handalak. Nasib bo'lsa handalak pishsa yana bir video qilamiz. Shunda bir ko'rasizlar nasib. Xo'p, yangiliklardan badring klasi 7 samondan uzdik mana hozir. Mana hozir ikkita shibaki, mana bu yerda yana ikkita shibaki. Naryoqqa hozir 2 shibakini chiqardik. 6 shibaki nasib bo'lsa 7 samondan. Mana polyamiz. Ko'ryapsizlar. Shunday handalak. Handalak pishganda kelasizlar. Palakning boshida bitta handalak so'yib yeymiz. Shu orada bir joy badringimiz bor. Uzoq bo'yi uzun, lekin 3-chi uzishimiz mana. 3-chi uzishimiz. Nima deymiz? Qishloqda mana shunday yangiliklar. Mana bu yoqda handalakni ochiqqa yeyib qo'yibdi. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Bizni kuzatishda davom etaveringizlar.